ukalar, futbol o'ynash yaxshi, lekin fanat bo'lishlik ahmoqlik. Futbol o'ynash yaxshi, jismonan sog'lom bo'lasan, tellaysan va hokazo. Lekin fanatik bo'lib olib, o'sha televizorda 2 soatlab, 3 soatlab futbol ko'rishlik ahmoqlik bo'ladi. Yaxshilab bilib olinglar. Odamlarning narxi shunaqa bir pasayib ketganmiki, o'sha bitta to'p darvozaga kirsa, qiyomatni qoyim bo'lganini ko'ravering. Baq shunaqa baqiradi. Endi gol qo'yib yuborsa, yana qiyomatni ko'ring. Sevimli klubi gol qo'yib yubordi. Ko'zinglarni ochinglar, musulmon odam fanatik bo'lmaydi. Agar gol bo'lmay qolsa, yana qiyomatni ko'ravering. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Odamlarning narxi pasayib ketyapti, ukalar, narximiz pasayib ketyapti bizga. Bitta to'pni shu darvozaga kirishiga ko'zimiz tur. 2 soat o'tiramiz. Gol, gol. Yo bo'lmasa, yutkizib qo'ydik. Ertasi kun chiqib olib, somorda soatlab muhokama ketadi. To'g'rimi?